Bu startap o'zining faoliyatini hozir to'xtatsa, dunyoning 90% kompaniyalari juda katta ehtimolda milliardlab dollar zarar ko'radi. Stripe internetdagi to'lovlarni yangi bosqichga olib chiqqan aka-ukalarning startapi. Internetda mahsulot sotasiz-u, lekin to'lovni qabul qilish juda ham qiyin jarayon. Banklar, xavfsizlik, valyuta almashuvlari va hokazolar katta muammo bo'lgan davr edi. Lekin 2010-yilda ikki aka-uka bu muammoni butunlay hal qilishga qaror qilishdi. Ularning ismi Patrick va John Collison. Ular yaratgan narsa bu Stripe. Bugun Stripe orqali Amazon, Google, Shopify va hatto ChatGPT kabi kompaniyalar to'lovlarni amalga oshirishadi. Stripe qanday paydo bo'lgan? Patrick va John asli irlandiyalik bo'lsa-da, ular AQShga o'qish uchun kelishgandi. Erta yoshdan dasturlashni juda ham mukammal bilgan bu yigitlarni juda ham ko'p do'stlari onlayn biznesga o'tayotgan edi. Lekin bitta katta muammo bor edi. Internetdagi to'lovlarni qabul qilish tizimlarini o'rnatish muammo bo'lgan paytlar. Chunki har bitta dasturchi bank bilan borib shartnoma qilib, xavfsizlik sertifikatlarini olishi majburiy edi. Shunda ular agar bu jarayonni bir qator kod bilan hal qilsak-chi deb o'ylashdi va shu bilan Stripe dunyoga keldi. Stripe qanday ishlaydi? Stripe bu onlayn to'lovlarni qabul qilish platformasi. Siz saytingizga Stripe API-sini ulaysiz va mijozlar to'lovni karta, Apple Pay, Google Pay yoki boshqa usullar orqali amalga oshirishlari mumkin. Stripe barcha murakkab jarayonlarni orqa fonda bajaradi. Banklar bilan aloqa, xavfsizlik, firibgarlikka qarshi nazorat, valyuta konvertatsiyasi. Siz faqat kodni yozasiz va biznesingizni boshlayverasiz. Stripening shiori shunday: biz to'lovlarni bo'ynimizga olamiz, siz esa biznesingizni quring. Agar sizda ham Stripe'ga o'xshagan qandaydir muammoga, global muammoga yechim bo'ladigan g'oyalar, ya'ni startaplar bo'lsa va uni MVP'si bo'lsa, Yoshlar Ventures jamoasi unga sarmoya kiritishga tayyor. Investitsiya kiritamiz. Shunchaki yoshlarventures.uz saytiga kirasiz, ariza topshirasiz, biz uni ko'rib chiqamiz va siz bilan albatta bog'lanamiz. Stripe qanday bu darajaga chiqdi? Stripe'ni Y Combinator'da inkubatori ham qo'llab-quvvatlagan. Undan tashqari yirik investorlar ham bu startapga investitsiya kiritishgan. Misol uchun Elon Musk. Bugungi kundagi kapitalizatsiyasi 90 milliarddan oshiq bo'lgan bu startap 100 dan oshiq mamlakatda o'zining faoliyatini yurg'izadi va uning ichida 135 dan ortiq valyutalar bor va har kuni millionlab tranzaksiyani amalga oshiradi. O'zbekistonda ham Stripe'ni alternativ versiyalari bor. Katta ehtimolda siz ularni bilasiz va hozir kommentariyaga yozib qoldirasiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. Yoshlar Ventures, sen yarat, biz qanot beramiz.